Premium tipdagi xonadon qanaqa bo'lishi kerak o'zi? Sizga oddiy bir loyihani ko'rsatmoqchiman. Ya'ni premium tipdagi xonadonga mansub bo'lgan xonadon. 3 ta blokdan iborat, 10 qavatlik, 10-qavati penthouse, o'zini mansardasi ham bor, hamda penthousening o'zida restoran ham mavjud bo'ladi. Birinchi etajlari magazin, basseyn, coworking, fitness klublari, ona va bona xonalari, ya'ni har bitta podyezdlarida. Patologlarning balandligi esa salkam 3,5 metrdan ziyod. Mutlaq pishig'ichdan quriladi. Har bitta xonalaringizda, har bitta xonadoningizda balkonlari mavjud va yetmaganiga alohida terrasa joylari ham bor. Terrasaga chiqarilgan joylari ham bor. Mana bunaqa. Plus podzemniy parkovka, kompleksning ichida nechta xonadon bo'lsa yoki nechta aholi bo'lsa, o'sha aholi soniga yetadigan parkovочный zonalar va yopiq zona. Begonalar kirolmaydigan. Mashina qo'ymoqchi bo'lsangiz ham podzemniy parkovkaga kirib qo'yasiz, keyin lift bilan birdaniga podzemniy parkovka o'zidan uyingizgacha chiqasiz bemalol. Shunaqangi qulayliklarga ega bo'lgan xonadon premium tipdagi xonadon hisoblanadi. Birinchi blokimiz 8-qavatga chiqqan. Xo'p, ikkinchi blokimiz 8-qavatga chiqyapti, 7-qavatda hozir. Uchinchi blokimiz hali podval qismida va 3-blokimizni yana oldingi tomonidagi yana bir dumcha bloki bor, ya'ni yana qo'shimcha bloki bor, u aholi katlavan holatida. Endi esa qisqa qilib aytganda, jaydarcha aytganda nesh pul. Birinchi blokimiz 8-qavatga chiqqan blokimiz 1 metr kvadrati $750 dan. Boshlang'ich kamida 30%, agar 30% dan ham kam ham to'lashingiz mumkin bemalol. Qolganini esa 36 oyga, ya'ni 3 yilga bo'lib to'lash evaziga. Birinchi va ikkinchi blokimiz aytib o'tganimizdek 750. Mana bu podushka, ya'ni podval qismidan chiqqan blokimiz 700, katlavan holatdagi xonadonlarimiz esa $650 dan 1 metr kvadrati. Qavatiga qarab farq qilmaydi. Любой qavatingizda ham joy bor, любой qavatidan qilib beramiz. Qavat narxi bir xil. Agarda xohlasangiz boshlang'ich to'lovsizga ham kelsak bo'ladi. Boshlang'ich to'lovsiz bloklarimiz bu katlavan holatdagi bloklar. O'sha boshlang'ich to'lovsiz 3 yilga bo'lib beramiz shunday. Majmua umumiy holatda 27-yilda topshiriladi. 27-yilda o'z egalariga topshiriladi. Birinchi va ikkinchi blokimiz 26, uchinchi blokimiz esa 27-yilda topshiriladi. Mana bu qo'shimcha yana fasad ko'rinishlari. Mana xuddi mana shu shaklda bo'ladi. Mana birinchi etaj magazin, tepasi restoran, yetmaganiga penthouse'da ham restoran bo'ladi. Ochiq manzaraga ega bo'lgan restoranchalar, lounge barlari bo'ladi o'zlari. Fitness klublar. Endi hamma narsa bor, nima kerak bo'lsa. Magazinmi, aptekami, ballo, battar. Uncha ichkarida ham joylashmagan. Salkam yo'l ustida, Qorasuvda, mana bu futbol akademiyasining oldida. Mana bu yana ko'rinsa kerak. Mana futbol akademiyasini polyasi bu yerdan ko'rinmay ekan. Keyingi videolarimizni ko'rsatib boramiz. Aynan joyini. Agar sizga ham shunaqangi chiroyli, hashamatli va ko'rkam va albatta premium tipga mansub bo'lgan xonadonlar kerak bo'lsa, pastdagi raqamlarga qo'ng'iroq qilib, yanada batafsilroq ma'lumotga ega bo'lishingiz mumkin. Ko'rishguncha xayr, like va podpiska bosishni esdan chiqarmang.